Bu siz tug'ilishdan oldingi yer shari. Bu esa siz tug'ilganingizdan keyingisi. Bizdan oldingi avlodlarga ham oy, quyosh chiqib botgan, yomg'ir qorlar yog'gan, shamollar esgan. Siz bilan men vafot etsak ham bu yer aylanaveradi. Xotirjam bo'ling. Hayot o'z maromida ketaveradi. O'zingizni o'tdan cho'qqa urib dunyoni tashvishini yelkangizga olishingizni ham hojati yo'q. Hodisalarga sabr bilan yondoshing. Voqea va vaziyatlarga nisbatan qattiq turing, kuchli bo'ling. Zaiflikdan Alloh asrasin. Qalbingizni sizga berilgan taqdiringizga rozi qiling. Albatta qo'lingizdan kelganicha sabablarini qiling. Ammo shunda ham biror narsa o'zgarmadimi? Qabul qiling.